Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz oliy ta'lim muassasalari milliy reyting tizimi. Men pedagogika nazariyasi va tarixi 1-kurs magistrant shahari va egasi. Ushbu mavzuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, reja. Reyting tizimi mohiyati, reytingni shakllantirish jarayonlari va O'zbekistonning milliy reyting tizimi hisoblanadi. Umuman olganda reyting tizimi nima? Reyting tizimi oliy ta'lim muassasalari faoliyatining samaradorligini aniqlash, baholash va taqqoslashga qaratilgan tizim hisoblanadi. Reyting tizimi baholariga asoslangan holda biz oliy ta'lim muassasalari va umuman olganda barcha ta'lim muassasalarini baholashimiz, ularning pedagogik jarayonlari qanday kechayotganligini, o'quvchilarning va o'qituvchilarning ilmiy salohiyati, bilimi qay darajada ekanligini bilishimiz mumkin. Oliygohlarning ta'lim sifati, ilmiy salohiyati, xalqaro hamkorligini o'rganib chiqish uchun reyting tizimi muhim omil hisoblanadi va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ham milliy reyting tizimi qo'llanilmoqda va bu albatta har bir oliygoh uchun, oliy ta'lim muassasalari uchun yaxshi samara bermoqda. Oliy ta'lim tizimlari muassasalarini reyting tizimi, milliy reyting tizimi tuzilishidan asosiy maqsad bular ta'lim sifatini oshirish, birinchi o'rinda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida raqobatni oshirish va bu albatta sifatga ta'sir qiladi. Bevosita xalqaro reytinglarga kirish uchun tayyorlov. Hozirgi kunda top 1000 talik, top 500 talik va 100 talik reytinglar tuzib chiqilgan xalqaro va bu milliy reyting tizimi xalqaro tizimga, reyting tizimiga kirish uchun asosiy birinchi qadam hisoblanadi. Keyingisi ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish. Albatta oliy ta'lim muassasalarida har bir pedagoglar ilmiy tadqiqot faoliyati olib boradi. Har bir magistratura va doktorantura bosqichi o'rganuvchilari, izlanuvchilari bu ilmiy tadqiqot faoliyatini olib boradi va uni rivojlantirishda albatta reyting tizimi katta rol o'ynaydi. Bunga mas'ul tashkilotlar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi birinchi navbatda, keyingisi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini baholash agentligi hisoblanadi va mustaqil ekspertlar va reyting qo'mitalari milliy reyting tizimini tuzish, uni tizimlashtirish va baholash ishlari bilan shug'ullanadi. Keyingi rejamiz reyting ballarini shakllantirish. Reyting ballarini shakllantirish uchun birinchi navbatda oliy ta'lim muassasasi tomonidan ma'lumotlar taqdim etiladi. Ekspertlar ushbu ma'lumotlarni to'g'riligi, haqqoniyligini, ishonchli ekanligini tekshiradi va har bir mezon bo'yicha ular uchun ball ajratiladi. Har bir kategoriya uchun alohida belgilangan ballari mavjud. Yakuniy ball asosida tartiblanadi va natijalar oliy ta'lim muassasalari o'rtasida qaysi universitet qaysi o'rindaligi baholar asosida e'lon qilinadi. Xo'p, keyingisi milliy reyting tizimi ahamiyati. Umuman olganda milliy reyting tizimi bizga nima uchun kerak? Bu shaffoflikni oshiradi. Chunki har bir oliy ta'lim muassasasida ularni test olish, so'rovnoma olish, turli xil suhbatlar o'tkazish asosida ular shaffoflikni amalga oshirishi mumkin. Keyingisi modernizatsiyalashga turtki beradi. Ya'ni har bir innovatsion texnologiyalar bo'ladimi, sun'iy intellektdan samarali foydalanish bo'ladimi, yangilanish, zamonaviy ta'limni targ'ib qilish uchun bu reyting tizimi turtki hisoblanadi. Keyingisi talabalar uchun imkoniyat. Ya'ni har bir abituriyent uchun qaysi oliy ta'lim muassasasi eng yaxshi ekanligini ular aniqlab olishi mumkin. Keyingisi innovatsion va ilmiy faollikni rag'batlantiradi. Hozirgi kundagi eng global muammo desak ham bo'ladi. Innovatsion faollik va ilmiy faollik va u milliy reyting tizimi ularni qanchalik ishlayotganini va o'qituvchilar, pedagoglar, talabalar bu
texnologiyalardan, innovatsiyalardan qanchalik xabardor ekanligini aniqlab, ularni rag'batlantirishimiz mumkin, kim yaxshi bilsa. Xo'p, O'zbekistonda milliy reyting tizimi oliy ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi mexanizm hisoblanadi. Buning asosida har bir oliy ta'lim muassasasi o'z sifatini, o'zining darslarini, o'zining pedagoglarini yanada rivojlantirishga, yanada sifatliroq kadrlar tayyorlashga va ularni salohiyatini, ilmiy salohiyatini oshirishga harakat qiladi. Bu jarayon ta'lim tashkilotlarini zamonaviy talablarga moslashtirib, xalqaro standartlarga yaqinlashtirishda katta rol o'ynaydi. Yuqorida aytganimizdek, xalqaro standartlarga, xalqaro reyting tizimlariga kirishda bu oliy ta'lim muassasalarini milliy reyting tizimi birinchi bosqich hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuimiz shundan iborat edi.